ko'p joyda uchramaydigan modellardan hozir bittasini ko'rsataman. Yangi dizayn mana shu. Qolip ham yangicha qolibdi. Uchiga ahamiyat qilaylik. Hali uncha joyda yo'q bunaqa model. Qulayligi ham yaxshi zo'r. Bunda oyoqni qolipida chiqargan. Endi padoshva kojalarini etib o'tirmayman. Bitta joyini etishim mumkin. Mana bu ichida sherskagan yung naturalniy. Bu mana bu oyoqni issiq ushlaydigan narsa. Lekin dizaynini boplagan. Hozir videoda qanaqa ko'rinyapti, men bilmayman. Mana ikkinchi poyi. Xullas, buni 40 dan 45 gacha hamma razmeri bor. Narxiga keladigan bo'lsa 2 800 ming so'm. Joyimizni afsonada bemalol kelaveringlar.